بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Avvalo butun olamlarni yaratgan Robbimizga, Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolarimiz bo'lsin. Ikki olam sarvari suyukli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam rasulimizga durud va tahiyatlarimiz, salavatu salomlarimiz bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli mehmonlar, hojilar, aka-ukalar, mana shu xonadonga yaqinlar, mahalla-ko'y, azizlar, hammalaringiz avvalo xush kelibsizlar. Qadamlaringizga hasanot. Alloh taolo vaqt ajratib, qadrlab, qimmatlab mana shu xonadonni taklifiga binoan uzoq yaqindan kelganlaringiz uchun Alloh hammalaringizdan rozi bo'lsin. Bosgan har bir qadamlaringizga Parvardigor olam ulkan ajr va mukofotlar ato etsin. Mana bugun xonadonda chiroyli kun, xursandchilik, bir ojiza farzandlarini voyaga yetkazib, otalik, onalik vazifasini bajarishib, munosib yaxshi joylarga xudo bo'lishib, mana shu qizlarini uzatish marosimida barchamiz yig'ilib turibmiz ekan. Parvardigor olam ihsonlarni Alloh avvalo o'zi qabul aylab, uzatilayotgan, chiqarilayotgan qizimiz borgan joylarda baxtli, saodatli, iffatli, soliha kelinlardan bo'lishligini Alloh nasib qilsin iloyim. Kuyov bolamiz bilan qo'sha qarib bir nikohda o'tishib, baxtli bo'lishlarini Xudoyim o'zi nasibini o'zi aylasin. Azizlar, mana bu yig'ilganimizdan foydalanib, inshaalloh mana mikrofonlarga qo'yib qo'yishibdi. Ozgina dinimizni, shariatimizni nasihatlaridan bir-birlarimizga ilingan bo'lamiz. Alloh taolo o'zi barchamizdan qabul aylasin. Mana shu o'tirgan davramiz fayzli, barakatli, Allohning rahmati yog'adigan davralardan bo'lishligini Alloh nasib qilsin iloyim. Anas roziyallohu anhu rivoyat qilingan bir hadisni demak mavzumuzni boshlanishidan oldin gapirib o'tgan bo'lardik. Payg'ambar alayhissalom jannat bog'larini oldidan o'tib qolsangizlar, ana shu jannat bog'iga kirib albatta bir sayr qilinglar dedilar. Ya Rasululloh dedilar sahobalar hayron bo'lib. Bu jannat bog'lari qanday joylar ya Rasululloh? Buni bayonini o'zingiz bizga aytib bering deganlarida, mu'minlar yig'ilib bir-birlariga nasihat qilsalar, Qur'on tilovat qilsalar, mu'minlar bir joyga yig'ilib oxiratni eslasalar, Parvardigor olamni zikr qilsalar, ana shu joy jannat bog'laridan bir bog'dir dedilar. Inshaalloh hozirgi aytadigan mavzularimiz bu hammasida ostida Allohning zikri bor, oxirat kunining zikri bor. Xudo xolasa Allohdan so'raymiz. Mana shu bugunlik kunda shu xonadon ham, mana shu majlis davramiz ham jannat bog'laridan bir boqqa aylansa, Alloh taolo o'zi mehribon. Biz ham mana shu jannat bog'laridan bir bog'da o'tirgandek bo'lamiz. Agar bu joyda Allohning zikri, oxiratni yodi bo'lmasa, bu oddiy bir ziyofat bo'lib qoladi ekan. Abu Zar G'iforiy roziyallohu anhu ismli sahobiy bo'lganlar. Ko'pchiligimizga bu ism tanish. Mana shu Abu Zar G'iforiy roziyallohu anhu aytadilarki, bir kuni payg'ambar alayhisolatu vassalom meni huzurlariga chaqirib 7 go'zal amalni o'rgatib, mana shu 7 ta amalga 7 ta mana shu go'zal xislatga doim amal qilib yurishimga buyurdilar. Yonlariga bordim. Ey Abu Zar dedilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, men senga 7 go'zal amalni o'rgataman, mana shu 7 ta amalni o'zingizga doim lozim tuting. Inshaalloh hozir azizlar diqqat e'tibor bilan eshitib tursak, mana shu
Abu Zar G'iforiy roziyallohu anhuga qilingan 7 nasihatni Xudo xolisa birma-bir mana shu joyda aytib o'tamiz. Abu Zar G'iforiy roziyallohu anhu aytadilarki, mana shu 7 nasihatni Rasulullohdan qabul qilib oldim va uni hech ham hayotimda tark etmadim, bundan keyin ham tark etmayman deydilar ana shu rivoyat qilayotgan vaqtlarida. Birinchisi, Payg'ambar alayhisolatu vasallamning menga qilgan nasihatlarining birinchisi, ey Abu Zar degan ekanlar, miskin faqir bandalarni yaxshi ko'ring. Ularni davrasiga, ularni majlisiga yaqin bo'ling. Ularni ko'nglini oling degan ekanlar. Chunki inson faqir, miskin bandalarni yaxshi ko'rsa, ularni davrasiga yaqin bo'lsa, ularni ko'ngliga xursandchilik kirgizadigan bo'lsa, Alloh taolo u faqir bandalarga, miskin bandalarga qiyomatda tayyorlab qo'ygan katta ajr va mukofotlari bor-da. Hatto ba'zilariga Alloh taolo shafoat iznini ham beradi deyiladi. Ya'ni qiyomat kunida faqir inson qaysi boy unga yaxshilik qilgan bo'lsa, sadaqat, ihson qilgan bo'lsa, qurbonligini go'shtidan bergan bo'lsa, ey Xudoyim shu inson menga yaxshilik qilgan, shu insonni mag'firat et deb qiyomat kunida shu boylarga shafoat qiladi deyilgan qarang. Shuning uchun birinchi nasihatlari, demak, faqirlarni, miskinlarni yaxshi ko'ring va ularni davrasiga yaqin bo'ling dedilar. Ikkinchi nasihatlari, ey Abu Zar degan ekanlar Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, dunyoda o'zingizdan pastdagi, quyidagi insonga qarab yashang dedilar. Shunda siz shokir bo'lasiz. Shunda siz o'zingizni sizga berilgan ne'matlarga shukr qiluvchi bo'lasiz. Agar o'zingizdan yuqoridagi insonga qarab yashasangiz, insonda shukr, Alloh bergan taqdirga, ne'matlarga rizo yo'q bo'lib qolar ekan unda. Uchinchi nasihatlari, ey Abu Zar dedilar, silay rahmni doim bog'lab yuring dedilar. Mana 7 nasihatdan uchinchisi mana shu bo'ldi. Birinchisi, faqir miskinlarni yaxshi ko'ring. Ikkinchisi, dunyoda o'zingizdan pastdagi insonga qarab yashang, yuqoridagi insonga qaramang. Uchinchisi, silay rahmni doim bog'lang, qarindoshchilikni. Agarchi ana shu qarindoshingiz sizdan yuz o'girgan bo'lsa ham, agarchi ana shu qarindoshingiz sizga silay rahmni bog'lamayotgan bo'lsa ham, siz bog'layvering dedilar. U inson gapirmayotgan bo'lsa ham siz gapiravering. U inson sizdan xabar olmayotgan bo'lsa ham siz borib xabar olavering. Silay rahmni bog'lang dedilar. Bu uchinchisi. To'rtinchisini aytadilarki, Payg'ambar alayhisolatu vasallam Abu Zar G'iforiy roziyallohu anhuga qilgan 4-nasihat, ey Abu Zar dedilar, la havla va la quvvata illa billah kalimasini ko'p ayting dedilar. Fa innaha min kunuzil jannah. Chunki la havla va la quvvata illa billah kalimasi bu jannat xazinalaridandir dedilar. Muhtaram azizlar, mana bu nasihatlar agarchi ko'rinishda Abu Zar G'iforiy roziyallohu anhuga qilinayotgan bo'lsa-da, asli bizga, butun ummatga bu nasihat aytdi. Ko'p vaqtlarimiz zoyi bo'lib ketyapti. Gaplashib dunyoni gapi bilan soatlab o'tirib qolyapmiz. Telefonga kirsak shu bilan soatlab qolib ketib qolyapmiz. Mana bu la havla va la quvvata illa billah kalimasini bir joyda o'tirib 50 tami, 100 tami baholi qudrat aytadigan bo'lsak, har biriga jannatdan bir xazina berilar ekanda, qarang. Juda ulug' kalimalardan savobi, ajri, mukofoti ko'p kalimalardan ekanda, la havla va la quvvata illa billah. Shuning uchun Payg'ambar alayhisolatu vasallam Abu Zar G'iforiy roziyallohu anhuga qilgan nasihatlarini 4-inchisi mana shu. Ya'ni la havla va la quvvata illa billah kalimasini ko'p ayting dedilar. 5-inchisini aytgan ekanlarki, ey Abu Zar, wala tas'alin nasa shay'an. Mana shu 5-nasihatlar ham juda foydali edi hammamizga azizlar. Ey Abu Zar dedilar Payg'ambar alayhisolatu vasallam, wala tas'alin nasa shay'an. O'zingizni yukingizni, o'zingizni
hojatingizni birovlarga tushirib birovlarni malollantirmang, odamlardan hech nima so'ramang dedilar. Odamlarni bezovta qilmang dedilar. Wala tas'alinnasa shay'an, odamlardan hech nima so'ramang dedilar. Mana shu nasihatdan keyin Abu Zar G'iforiy tuyada ketayotgan vaqtlarida ham qo'llaridagi qamchilari agar yerga tushib ketsa ham birorta insonga buni olib berib yuboring demagan ekanlar. Qarang, o'zlarini hamma hojatlarini o'zlari qilgan ekanlar. Hikmatlarda ham keladi. Agar insonlar seni yaxshi ko'rishini xohlasang, ularga hojatingni tushirma, ularni malollantirma. Agar ularni malollantiradigan bo'lsang, ha deb unga borib ana uni qilib bering, bunga borib buni qilib bering. Bitmagan ishni ham borib aytib, uni hijolat qilib, boshqa qilib. Agar odamlarga ha deb o'zingni hojatingni, yukingni tushirib oladigan bo'lsang, odamlar seni yomon ko'rib qoladi. Seni ko'rsa qochadi ham bo'lib qoladi deganlar. Mana bu nasihatlar, ya'ni payg'ambar alayhisolatu vassalomni Abu Zar G'iforiy roziyallohu anhu ga qilgan nasihatlar juda o'rinli va juda hammamizga kerakli ekan. Wala tas'alinnasa shay'an. Abu Zar odamlardan hech nima so'ramang dedilar. Mana bu 5-inchisi ekan. 6-inchisi azizlar, wala takhaf fillahi lawmata la'imin. Abu Zar, Alloh taoloning yo'lida malomat qiluvchini malomatidan qo'rqmang dedilar. Ya'ni Allohni bir ibodat turibdimi, uni bajarish kerakmi, u farzmi, uni itoat qilish kerakmi, uni ro'yobga chiqarish kerakmi, uni qilish kerakmi? Qo'rqilmas ekan. Birorta inson nimadir ekan, ana falonchi nimadir ekan degan gap yo'q ekan. Qarang, Alloh taoloning yo'lida hech kimni birorta odamni gapidan, so'zidan, g'ibatidan, malomatidan qo'rqilmas ekan. Namoz farz, iymon farz, ro'za farz, haj, zakot farz. Mana bu farzlarni 40 farz bor azizlar islom shariatimizda. Mana shularni bajarishlikda hech kimdan qo'rqmang. Bu 6-nasihat bo'ldi. 7-nasihatda aytadilarki, va qulil haqqo va in kana murron, ya'ni haqiqatni ayting, agarchi achchiq bo'lsa-da. Hamma joyda rost gapiring va haqiqatni ayting. Mayli achchiq bo'lsa bo'lar. Yolg'on boshlanishda shirin bo'lib turadi. Botil gaplar, nohaq gaplar boshlanishida chiroylikka o'xshab turadi, lekin uni alal oqibat oxiri chiroyli emas. Haqiqat, to'g'ri gaplar boshlanishida achchiq bo'lib turadi, lekin alal oqibat oxirida xayriyat bilan yakun topadigan narsa bu rost so'zlar va haq gaplar. Shuning uchun Abu Zar, agarchi achchiq bo'lsa-da, demak haqiqatni gapiring. Mana shu payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning Abu Zar G'iforiy roziyallohu anhu ga qilgan 7 nasihatlari. Yana bir marta takrorlab qo'ying, zora esimizda qolsa. Birinchisi miskinlarni yaxshi ko'rmoq, ikkinchisi dunyoda o'zidan pastdagi insonga qarab yashash kerak. Uchinchisi silay rahmni bog'lang dedilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. To'rtinchisi la havla va la quvvata illa billah kalimasini ko'p ayting, chunki bu jannat xazinalardan dedilar. Beshinchisi insonlarni malollantirmang, insonlardan hech nima so'ramang. Mana bu 5-inchisi bo'lsa. 6-inchisi malomat qiluvchini malomatdan qo'rqmang Alloh taoloning yo'lida. Va 7-inchisi agarchi achchiq bo'lsa-da haqiqatni ayting dedilar. Azizlar, mana sanoqli kunlardan keyin Qurbon hayiti kelyapti inshaalloh. Qurbonlik so'yishlik, mana echki so'ysa ham bo'ladi, qo'y so'ysa ham bo'ladi. Qurbonlik so'yishlik zakot beradigan insonlarga farz bo'ladi. Zakotga qodir bo'lgan inson zakot ham berish kerak va qurbonlik kunida qo'y ham so'yishlik kerak. Agar so'ymasa qattiq gunohkor bo'ladi. Endi ba'zi kitoblarimizda keladiki, uyi bo'lsa bir odamni, minayotgan mashinasi bo'lsa, oyiga olayotgan daromadi bo'lsa, dehqonchiligi bo'lsa, bu odam ham agarchi zakotga qodir bo'lmasa-da so'ysa afzal. So'ysin deganlar. Hozir endi bizni tilda aytganda o'rta hol insonlarga to'g'ri keladi. Ko'chadan qarzi yo'q, uyi bor, mashinasi bor, lekin zakotga qodir emas. 60-70 million puli yo'q.
Lekin har oyda oylik olib boshqa qilib yeri bor, daromad qiladi, boshqa qiladi, lekin zakotga qodir emas. Ana shu uyi, minayotgan mashinasi nimaga o'tib ketadi? O'sha nisob hisobiga o'tib ketaveradi. Uylarimiz ham eng kambag'alimiz uyi ham 70 milliondan ortiqda. Shuning uchun mana shunaqangi ko'chadan qarzi yo'q insonlar, o'ziga to'q o'rtahol insonlar ham so'ysa nihoyatda go'zal. O'sha uyni nisob qilib turib so'ygani afzal deydilar. Chunki agar biz qurbonliklarimiz so'yadigan bo'lsak, Allohga uni qoni, uni go'shti, suvi kerak emas. Bizning muhabbatimiz, bizning iymonimiz, bizning ixlosimiz fasolli robbika vanhab dedim Alloh taolo. Hayit namozini o'qi va qaytib kelib qurbonlikni so'y dedim. Vanhab ana shu Allohni so'y degan kalimasini bajo keltirishimiz, Allohga itoat qilishimiz kerak. Xonadonimizga, rizqimizga Parvardigor olam baraka beradi. Mana shu qurbonlik, men endi nimaga qurbonlik mavzusini gapirdim? Shu qurbonliklarimiz so'yib faqirlarga, miskinlarga tarqatsak, 3dan birini faqirlarga tarqatadilar. Qolganini o'sha kuni yeydi, yana 3dan birini xaladiniga tuzlab kelajagiga olib qo'yadi deydi. Ana shu faqirlarning ko'nglini olsak. Har kuni qassobxonaga borib 1 kilo go'sht bering, desam bitta oila kelib 15 minglik, 20 ming so'mlik go'sht bering deyapti, qarang. Bir xilga odamlar 1 kilo olyapti go'sht. Ya 1,5 kilo, 2 kilo oladi. Bir xilga oilalar bor, azizlar 15 ming so'mlik, 20 ming so'mlik necha kilo berar ekan? Necha gram berar ekan? To'g'riroq. Mana shunaqangi muhtoj oilalarga qurbonliklarimizni tarqatib, ularning ko'nglini olib, yetimlar bor, miskinlar bor, yolg'iz yashaydiganlar bor, kam ta'minlanganlar bor, oyligi ozlar, daromad ozlar bor. Mana shu qurbonliklarni so'yib faqirlarga tarqatadigan bo'lsak, hozirgi Abu Zar G'iforiy roziyallohu anhuga Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan 7 nasihatni birinchisiga tushadi. Miskinlarni yaxshi ko'ring dedilar-ku Payg'ambar sollallohu. Ularni jerkimang. Boylarga qarab aytgan ekanlarki, "Ey boylar, men boyman deb kerilmang. Sizlar faqirlar borligi uchun boysiz" degan ekanlar. Shu faqirlarga zakot bersin, rizqini bersin, shu faqirlarni qurbonlik qilsin, sadaqai fitridan bersin, ushuridan, zakotdan bersin deb Alloh sizni boy qilib qo'ygan. U faqirlar bo'lmaganda siz boy bo'lmassiz degan ekanlar. "Ey boylar, zakot berib, molim Alloh qo'g'onlab, Alloh himoyat qilib qo'yapti" deb faxrlanmang, o'sha faqirga berganligingiz uchun. Ana shu muhtoj bandalar borligi uchun Alloh taolo sizni molingizni nima qilyapti? Himoyat qilyapti. Molingizga qo'rg'on qilyapti. "Ey boylar, men boyman, u qilaman, bu qilaman" deb yana o'sha bergan mol dunyoyim sababli Alloh dardimga shifo beryapti, Alloh menga ajr beryapti. Shu molimni ihson qilib, molim sababdan do'zaxdan qutulyapman demang, o'sha faqirlar borligi uchun shu ishlar bo'lyapti. Agar ular bo'lmasa nima bo'ladi? Shu faqirlar bor, mol dunyoyingizni shularga berib siz shifo topyapsiz. Payg'ambar alayhisolatu vasallam sadaqa berib dardlaringizni shifo qilinglar deganlar. Bir joyingiz og'riyotgan bo'lsa, jiddiy ihson chiqarib olsangiz, Xudo xolasa Alloh shifo beradi. Shu faqirlar borligi uchun-da. Shuning uchun ularni yaxshi ko'ring. Ko'rganda ko'chada ko'rib qolsangiz, bag'ringizga bosing, peshonasidan qo'lidan o'ping deganlar. Oxirat davlatmandlar ular. Qiyomat kunida ular faqirlar boylardan 500 yil avval jannatga kiradi degan gaplar bor. Qarang. Ana shu jannatga kirib ketayotgan mahal boylar dunyosini muhosabasi bilan mashg'ul bo'lib turadi. Dunyosini qayerdan topgan, qayerdan yiqqan, qayerga sarfladi, shuni imtihonni hal qilayotgan bo'ladi boylar. Faqirlar jannatga kirayotgan mahal. Mana shu paytda zora bir faqir, "Ey Xudoyim, Parvardigor, shu bandangga ham rahim qil. Shu banda menga hayot dunyoda sadoqat ihson qilgan, qurbonlikning go'shidan uyimga 2 kilo olib kelib, uni bolalaring bilan yeb olgan, maza qilib deb ihson qilib ketgan edi. Mana shu bandani ham Alloh kechirgan, shu boy insonni ham deb zora Alloh taolo bir o'sha faqirning shafoati bilan Xudoyim bizni kechirsin." Bu hadisda bor gaplarni aytyapmiz azizlar. Faqirlar jannatga kirib guvohlik beradi. Xudoyim shu bandan menga yaxshilik qildi. Bor bo'lmasa qo'lidan o'sha billa jannatga olib kirdi deydi Xudoyim. Qarang, faqir bandasi. Shuning uchun erinmasdan azizlar, qizg'anmasdan, baxillik qilmasdan so'ysak Xudoning yo'lida so'yyapmiz. Bitta
qodir bo'lsak bitta qo'y, agar echki so'ysa ham bo'lar ekan, qarang, arzonroq echki hozir qo'ydan 2 barobar arzon bo'lsa kerak. Mayli so'yavering. Alloh taolo qabul qilaman degan. Faqat o'sha yoshiga yetgani, nuqsoni yo'g'ini topishingiz kerak. Qo'ydan menimcha arzonroq yursa kerak, yana bilmadim. Agar 3-4 kishi 7 kishigacha agar sherik bo'lib so'yiladigan bo'lsa, bitta mol so'yiladigan bo'lsa, unda yana ham 4 million 5 millionga qo'y olsangiz, sheriklik bo'lib bitta qo'y mol so'yiladigan bo'lsa 3 milliondan to'g'ri kelar ekan. Kecha mana o'zimizdan bir o'rtaroq hisob kitobni qildik. Bitta asosiysi Alloh taoloning yo'lida qon chiqarishlikda. Mana u ihsonlarni o'zingiz bir yil so'yib ko'ring. Har yil so'ygingiz kelib bo'ladi, lazzatni o'zingiz sezib olasiz. Rohatini o'zingiz bilib olasiz. Xudo xolasa mana shu hayit kuni hamma faqirlarimizga tarqatadigan bo'lsak, ey Abu Zar roziyallohu anhu, faqirlarni yaxshi ko'ring, ularni ardoqlang degan birinchi joyiga to'g'ri keladi-da, Xudo xolasa inshaalloh. Mana shu hadisga Xudo xolasa amal qilgan bo'lamiz. Yana o'zingizdan pastdagi insonga qarab yashayinglar. Aylar, bu ham juda muhim. Hozir ba'zi odamlarni ko'rasiz, hamma yo'g'i bor. Qo'sha mashinasi, qo'sha uylari, lekin nimadir halovati yo'qda. Nimagadir halovati yo'qda, nimagadir rohati yo'qda, nimagadir tinchi yo'q. Nimagadir lazzati yo'qda. Nimaga? Chunki o'sha odamda hamma yo'q bo'lsa ham, u tepadagi odamlarga qarab qo'yapti. O'zini o'shalarga qiyos qilib qo'yapti. O palonchi odamda palon million dollar bor ekan. O'shalarga havas qilib qo'yapti. Tepadagi odamga qarab qo'yapti. Allohning bergan taqdiriga, Alloh taqsimotiga rozi bo'lsak, maza qilib yashayveramiz. Xotirjam yashashni boshlaymiz o'shanda. O'shandan boshlab demak badanimiz ham rohatda, hayotimiz ham lazzat bo'lar ekan. Siyla rahmni uzganlarni ko'rib qolyapsiz. Mana bu hadisga to'g'ri kelyapti. Payg'ambar alayhisolatu vasallam siyla rahmni hech qachon uzmaydi, ey Abu Zar dedilar 3-nasihatlarda. Agarchi ana shu qarindoshing sendan aloqani uzayotgan bo'lsa-da. Bir mana shunaqangi ma'ruzada o'tirib, davrada o'tirib gapirib ma'ruza qilyapsam, siyla rahm haqida gapirib, "O azizlar, birodarlar, tog'alarga yaxshilik qiling. Xolalarning holidan xabar oling, ammalari qolib ketmasin. Hech bo'lmasa bir haftada bir har juma 2 ta non bilan borib, shularning farzandlari deb qarindoshlarni bir sanayotgandim. Falonchiga boring, yaxshilik qiling, xabar oling, aloqani uzib qo'ymang, hokazo deb tursam, hech esimdan chiqmaydi. Mana shu o'ng tarafda o'tirgan bir otaxon shuni ma'ruzani uzdilarda, bo'ldilarda, "Ho, qoridilar. Nima bu desam, amakilarga ham yaxshilik qiling deb keting" dedilar, qarang. Keyin o'ylab qarasam, hamma qarindoshlarga aytibman, amakilarga aytmayapman. Ha, albatta hojada. Amakilar birinchi o'rinda, chunki amakilar otani o'rnida turadi. Ota yo'q paytda ota bu amaki bo'ladi. Amakiga yaxshilik qilinsa, bu otaga yaxshilik qilingan bo'ladi deb ketsam, "Ha, rahmat" dedilar. Keyin ma'ruza tugab Qur'onlarni o'qib bo'lganimizdan keyin hali hojida aytdilarki, "Qori, ma'ruzangizni bo'lganimga uzr. Lekin juda zarur joyga kelib qoldi. Siz mana siyla rahmni uzish haqida, qarindoshchilikni uzish haqida gapiryapsiz. Biz 6 ta og'a-ini bo'lganmiz, hammalarini vafot etib bitta men qoldim" dedilar. 6 ta og'a-ini bo'lganmiz, bitta men qoldim. Shu gapirayotgan joyingizda chekka-chekkalarda o'sha men jiyanlarim o'tiribdi. Men ularga amaki bo'laman. Shular ko'chada ko'rsa menga salom bermaydi. To'y qilsa aytmaydi dedilar. Rosa kerakli mavzuni, kerakli joyiga gapiradiz. Og'zingizni poylab turibman, tog'a deyapsiz, amma deyapsiz. Amaki esingizdan chiqib qoldi, eslatib qo'ydim dedi. Haligi joyda shunday muzlab qoldingda. Shunaqa jiyanlar ham bor ekan. Alloh saqlasin. Siyla rahmni uzishlik bekorga Payg'ambar alayhisalom bu 7 nasihatda, ey Abu Zar, siyla rahmni bog'lang demadilar. Zararligi uchun ekanda bu, kerakligi uchun Payg'ambar alayhisalom yaxshi ko'rib Abu Zarga nasihat qilgan ekan. Agarchi ana shu qarindosh aloqani uzsa ham siz uzmaysiz degan ekanlar. Chunki agar bir banda siyla rahmda qarindoshchilikka uzib qo'yadigan bo'lsa, o'sha bandaning duosi
ijobat bo'lmay qolar ekan, o'qigan namozi qabul bo'lmay qolar ekan, haj umra qilib kelsa, haj umrasi ham quruq shu samolyotda borib uchib kelgan bo'lib bo'ladigan xolos. Qachonki sila rahmni yana bog'lab tavba qilmagungacha shu gunoh. La havla va la quvvata illa billah kalimasini ko'p ayting, ey Abu Zar dedilar. Mana shu kalimalar ham nihoyatda demak o'sha bizga kerakli zarur gaplardan ekanda. Musa alayhissalom Tur tog'ida Alloh taolaga munojat qilib so'ragan ekanlar. Ey Allohim, qaysi bandalarni yaxshi ko'rasan? Shu bandalarni qaysi bandalarni yaxshi ko'rishingni aytsang, alomatini belgisini aytsang, men ham shu bandalarni yaxshi ko'ray. Allohdan javob keldiki, ey Muso, men yaxshi ko'rgan bandalarni ko'rmoqchi bo'lsang, topmoqchi bo'lsang, ularni topib yaxshi ko'rmoqchi bo'lsang, men senga alomatini aytay. Ular doim meni zikrim bilan mashg'ul dedilar. Meni yodim bilan mashg'ul dedilar. Namozini vaqtida o'qigan, namozlarni qazo qilmagan, namozdan tashqari hozir nasihatda aytilayotgandek mana shu la havla va la quvvata illa billah kalimasi bo'ladimi? Subhanalloh bo'ladimi? Alhamdulillah bo'ladimi? Yoki Rasulullohga salovat bo'ladimi? Assalatu vassalamu alayka ya Rasululloh deydimi? Mana shu kalimalar bilan doim Allohni zikr qilib turadi. Mana shu bandalarni ko'rsang, ularni yaxshi ko'r, men ham shu bandalarni yaxshi ko'raman dedi. Qarang. Musa alayhissalom yana so'radilar: "Ey Allohim, qaysi bandalarni yomon ko'rasan? Ularni ham alomatini aytgan, men ham u bandalarni yomon ko'ray, ulardan uzoq bo'lay" dedilar Musa alayhissalom. Alloh taolodan yana javob keldiki: "Ey Musa, men yomon ko'radigan, rahmatimdan uzoq qilgan, men ularga g'azab qiladigan bandalarning alomatini aytaymi? Ular meni zikrimdan g'ofil dedilar." Ular g'ofil bandalar, oxiratni yodidan, erta qiyomatga, qabrga tayyorgarlik ko'rishdan g'ofil ular. Dardi fikri dunyo. Bir joyda 2 soat o'tirsa faqat 2 soat dunyodan gapiradi. 24 soat bir kunda yashasa 24 soat faqat dunyo. Na namoz bor, na ibodat bor, na sajda bor, na jumaga chiqish bor, na bu peshin bo'ldi, bu asr bo'ldi, yo'q. G'ofil. Quyosh chiqadi, botaveradi, ishi yo'q. Hech nimani ishi yo'q. Botsa nima, chiqsa nima u odam. Quyosh botsa mo'min musulmon, shom bo'ldi, shom o'qiydi, yugurib, fitrlab borib, shomni o'qib keyin xotirjam bo'ladi. Ana shu Allohning zikridan g'ofil bandalar, namozdan, Allohning yodidan, oxirat qiyomatning yodidan, tayyorgarligidan g'ofil bandalar, men yomon ko'rgan bandalar, ey Muso, sen ham u bandalarni yomon ko'r dedi. Qarang. Alloh yomon ko'rganda biz yaxshi ko'ramiz bularni. Mana shu la havla va la quvvata illa billah kalimasi ham bizni mana shu g'aflatdan uyg'otib qo'yadi. Jannat xazinalaridan bir xazina. Namozlarimizni o'shaning uchun ayzlar o'z vaqtida o'qiylik ekan. Ko'pchilik o'qimayapti ibodat. Ko'pchilik o'qigan yo'q namozini. Musulmonga o'sha do'ppini kiyib, ovqat yeganda bismillah deyapti-yu. Lekin eng Allohning asosiy farzi, qiyomatda ham eng birinchi so'raladigan narsamiz namozdan beparvo. Bahonasi dunyo, bahonasi ro'zo, bahonasi tashvish. Bir kunda 24 soat bo'lsa, shu 20 soati ibodat bilan o'tgandida o'shanda vaqtim bo'lmayapti, ishim bor desa bo'ladi. 24 soat ichidan kecha bittasi hisoblab chiqdi, namozga 40 necha daqiqa ketadigan, xolos, 1 soat ham ketmas ekan. 24 soatni 1 soat ham ketdi deylik, sekin o'qigan taqdirimizda ham. 24 soatni 1 soatini atiga Alloh o'ziga so'rayapti. 1 soatini menga ajratib qo'y. Qolgan vaqt bor deyapti. Bor, ibodatingni qil. Nimani qil? Razoingni qil. Bor yerda aylab yur. Fantashiru fil ardi yabtaghu min fazlillah. Alloh aliga juma namozi haqidagi oyatda shuna deydi-da, juma vaqti bo'lganda fas'au ila zikrillah, hamma dunyo ishingizni tark etib jumaga keling. Va iza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Namoz tugagandan keyin tarqaling yerga, boring Allohning fazlini oqtarib, savdogarligini qilaversin, hunarmand hunarmandligini qilaversin, dehqonchiligini qilaversin deydi. Masjidda o'tir kechgacha degan yo'q Alloh ham. Fantashiru deya, chiqinglar masjiddan, boringlar, ishlarni qilinglar deya, namoz tugagandan keyin. Parvardigor onam ham kechgacha masjidda o'tirgan yo'q, yoki kechgacha joy namozida o'tirgan yo'q. 24 soatning ichida
bir soatga ham yetmaydigan vaqtingni 40-45 daqiqa vaqtingni Allohning yo'lida ajrat. Ya'ni 5 mahal namozni o'z vaqtida o'qi. Eshitib oling, namozini o'qimay yurgan aka-ukalar. Qabr azobini keltiradigan birinchi amal benamozlik. Benamoz holatda ertaga qabrga banda borib qolsa, Alloh o'zi mehribon endi axiyga. Alloh taolo o'zi mehribon. Parvardigor olam barchalarimizni namozda, ibodatda sobit qadam qilsin. Haq yo'ldan Allohim o'zi adashtirmasin. Mana shu Abu Zar G'iforiy roziyallohu anhu ga aytilgan 7 nasihat bizga ham aytilgan, muhtaram azizlar, butun ummatga aytilgan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tomonidan. Mana shu nasihatlarga amal qilishni baxtini Xudoyim hammamizga nasib qilsin. Bir duo qilaylik. Allohim Parvardigor eshitganlarimizga, bilganlarimizga amal qilishni baxtini hammamizga muyassar aylaydi. Mana shu joyda mana ozmi ko'pmi nasihatlar bo'ldi. Avvalo o'zimizga, eshitgan hamma jamoatlarimizni Alloh bu nasihatlarni qalblariga jo qilib, hayotlaridan manfaatlanib, umrlariga tatbiq qilishlarini Alloh nasib qilsin. Mana shunday chiroyli yig'inlarga sabab bo'lib turgan kelin-kuyovlarimizga Allohim o'zing baxt va saodat bergin. O'rtalariga Allohim o'zing ittifoqni karam ayla, bir-birlariga muhabbatda, hurmatda bo'lishib, hamma havas qiladigan oilalardan bo'lishlarini Alloh nasib qilsin. Parvardigor xonadonda ihsonlarni qabul ayla qilgin, ihsonlarni har ikki dunyoda boshlariga soyabon qilgin, qiyomat kunida iymonlarga hujjat qilgin. Uzoq yaqindan kelgan mehmonlarimizni barchalaridan Alloh o'zing rozi bo'lgin. Xizmat qilganlarning xizmatiga yarasha ulkan ajr mukofotlarni o'zing ato etgan. Parvardigor sallallohu taala ala xayri xalqihi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in ya arhamar rohimin. Allohu akbar.